tursizlar. Xudo xohlasa emulgatorlarimiz yangilikdan kelgan. Hop, yangilikdan oldin bu oldin haydovga ketgan mashinaga zibor rechak qo'yardik. Zibor rechak chunki zapchasi yo'q edi. Hozir esa mana bu ketgan, vtulkasi ketganligi uchun rechagi ham almashardi. Mana operator yaqinlashtiring kamerani. Ko'rib turibsizlar, rechaklari ketgan, vtulkalari. Lekin uni rechak temiri butun. Vtulkalari o'lgan mana. Ishib, razval chiqmaydigan bo'lib qolgan, balon yeydigan bo'lib qolgan. Buni qaysi razval chiqsa ham farqi yo'q, ketaveradi, balonni yuradi. Razval yaxshi. Bu yangilik bo'lib mana, yangi vtulkalari kelgan, original vtulkalar. Xudo xohlasa, buni narxi arzon, rechak komplektidan ko'ra ancha arzon. Xudo xohlasa shuni chiroyli qilib qoqib beramiz. Rechakni o'ziga inshaalloh sifatli zo'r bo'lib chiqadi. Ishimizga 100% garantiya beramiz.